بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah'ın yolunda şehit bolğanlarını ölük dep guman qılmağın. Belki ular tirik bulup, Allah'ın dərgahidəki rızıqdan bəhrəman qılınıdı. Yani cennetinin nimetlerden etiyen akşamda məngülük rızıqlandırılıp duruludu. Ular Allah'ın özlerine bergen pəzildən xursandır. Özlerinin arkasından texi yetip gelmegen, yani şehit bolmay tirik qalğan qeyrindaşlarına ahiretdə nə qorqunç, dünyadan ayrılğanlıqıga nə qaygı yo'q ekanligi bilan xush xabar berishni tilaydi. Ular Allah tarafidan berilgan ne'mat va fazilni, mu'minlarning ajrini Allohning bekor qilib etmaydiganligi bilan xush xabar berishni tilaydi. Tarixning har davrida yer yuzi coğrafiyasi haq bilan batil o'ttirsidagi kurashga sahna bo'lib keldi va yer yuzining har bir g'erik tuproqi shehid qonlari bilan sug'urildi. Demak bu kurash toki qiyomat qoim bo'lguncha bundan keyin ham davom qiladi. Shehidlarimiz yo'limizni oydinlatquchi va bizga jon, mol, her narsani berishga arziydigan narsalarning borlig'ini ko'rsatguchi mash'allarimizdir. Biz yer yuzi coğrafiyasini bizdan oqqan qonlardan, qonlari bilan tuproqni poklagan shehidlarimizdan bilamiz. Uhudni Hazrati Hamzadan, Misrni Hasanul Bannadin, Sayyid Qutbdan, Liviyani Ömer Muxtardan bilamiz. Checheniston Javhar Dodayev, Shamil Basayev, Aslan Mashadovlarning mujodilasi bilan aslandi. Falastin Sheyx Ahmad Yasin, Abdul Aziz Rantisilar bilan bilinsa, Sharq Turkiston Sabit Damullam, Timur Xalifa, Zeydin Yusuf va boshqa sonsizligan qahramonlarimiz bilan taniladi. Kashmir, Bosna, Kosova, Patani, Bosna Hersak, qisqasi butun islom dunyosining hamma yerida haq bilan botil, zolim bilan mazlum orasidagi kurash to'xtovsiz davom qilmoqda. Shundaqla aziz vatanimiz Sharq Turkistonmo asr halqigan ishg'oliyat davomida insoniyat tarixi hech qachon ko'rib boqmagan zolim, dinsiz, qonxo'r Xitoy tajovuzchilarining inson aqli tasavvur qilg'usiz darajadagi xilma-xil zulm sitamlariga, bostirishlarga uchrab keldi va hali ham kelmoqda. Ammo shunchavala zulm, shunchavala qattiq bostirishga qaramasdan aziz xalqimiz tajovuzchiga bir kunmi bosh egmadi, bo'ysunmadi, balki qo'lidan kelgan butun tirikchanligini ko'rsatib zolimlarga zarba berdi va hali ham bermoqda. Mana bu sharaflik yo'lda milyonlagan ajdodlarimizning pok qini bu aziz tuproqqa singib ketdi va ular peshonalari oq holatda yuqoridagi oyatda tilga ilingandek Parvardigorining ularga ato qilgan fazli ikromidan xursand bo'lishib, orqasida qolgan bizlarga
xush bishorat berishni tilishidi. Mana qarang, aziz vatanimizni nijis tapallari bilan chaylagan Xitoy tajovuzchiligining oxirgi quyruqi 1949-yili vatanimizni ishg'ol qilgandan buyon bu kurash texmo avjiga chiqdi. Madaniyat, axloq, insoniylik o'lchamidan qilchi nasibasini olmagan mavbohchiligidagi Xitoy kommunistlari ishg'ol qilgan zaminlardagi butun go'zalliklarni yer bilan yakson qilib talon-taroj qildi va hali ham uning yo'lda ketayotgan shoykalari Sharq Turkiston xalqini tubdan yo'q qilish va bu go'zal islom zaminini tarixning qorong'uligiga ko'mib tashlash va mangulik o'zining qilib olish uchun butun kuchi bilan bostirish elib bormoqda. Dunyoning ko'z oldida elib berilayotgan bu zulmlarni dunyo xalqi va kattavoshlari ko'rmayli qolmasdan Uyg'ur xalqining dindoshlari, irqdoshlari bo'lgan musulmon allarning kattavoshlari va xalqlarimi ko'rmadi. Yoki ko'rgan bo'lsa-mu, allaqanday manfaatlar sababidan ko'rmasga soldi. Ammo zulmga, adolatsizlikka, tajovuzchilikka qarshilik qilish qon qiniga singib ketgan botir xalqimiz butun dunyo ularni tashlab etgan bo'lsa-mu, beshini tik tutgan holda bizga Alloh yetar. U nima degan yaxshi vakil deginicha o'z mujodilasini davom qildi va qilmoqda. Şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez, ölmez. Ölü demeyin aman, ölü demeyin aman. Şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez, ölmez. Ölü demeyin aman, ölü demeyin aman. Mana biz bugun buningdan 19 yil avval 1997-yili 5-fevral güzel vatanimizning G'uljida yuz bergan G'ulji qatliamini xotirlab, ana shu namoyishga qo'llarida la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan tavhid bayrog'ini ko'tarib, qo'llarida to'mirning sunuqi bo'lmasa-mu, o'zlarining va oillarining oqibatining qandoq bo'lganligini bilib tursa-mu, qilchilik ikkilanmasdan zolimga to'xta degan ashu qaysirona iymonliq ruhini o'g'inish uchun bu yerda to'planib o'tiribmiz. G'ulja gul chechaklar bilan purkangan egiz tog'lari, suzuk suvlari, kang yayloqlari va hayvatlik egiz qarg'aylari bilan insonga xuddi men hech qachon taslim bo'lmayman deganga o'xshash tuyg'u beradigan va har qanday insonni o'ziga jalb qiladigan go'zal makon. G'ulja 1944-yili qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatiga shohid bo'lgan va sohibxonlik qilgan ona yurtimiz. Biz bugun ana shu go'zal makonni issiq qonlari bilan bo'ygan qahramon shahidlarimizni eslaymiz va hurmat bildiramiz. 5-fevral yuz bergan qatliamda yuzlarcha xushfe'l botir o'g'il qizlarimiz yovning vahshiyona qirg'inchiligida shahid bo'ldi. Ashu go'zal makon qonga bo'yaldi, xalq yig'ladi, dunyo titradi. Sharq Turkiston xalqi Xitoyning ishg'oliyatini qabul qilmaydiganligini, zulm va nohaqchilikqa sukut qilmaydiganligini yana bir qatim dunyoga jakarladi. Bu qonliq voqeada nurg'un yosh botir o'g'il qizlarimiz shahid bo'lgan bo'lsa-mu, xalq g'aflatdan uyg'ondi. ishg'oliyatga, zulmga bosh egmadi. Nohaqchilikqa sukut qilmay, ko'ksini kerib maydonga chiqdi, hurlik va erkinlik sadolarini yangratdi. Ana u qahramon qiz yigit shahidlarimiz to'liq qurollangan,
och qolgan bo'rilardek vahshiyleşken Xitoylar oldida tiz pükmestin xuddi barin yigitlari qandoq botirlik ko'rsatgan bo'lsa, ularmi shulardek hatto ulardan oshirib fidokorlik ko'rsatib, issiq jonlarini mardlarcha Robbiga taslim qilishdi. U manzillar bizga islomning dastlabki davrlarini, Sumayyani, Yasirni, Hamzani, Bilalni qandoqmi eslatmay tura olsin. Ular bu islom uchun, haq uchun qiziq qumlarga yiqilgan, ko'ksilariga ig'ir toshlar quyilgan, qilich nayzlar bilan badallari parchalangan bo'lsa, bu qahramonlarimiz qahriton so'g'uqda to'nglatildi, itqi tolitildi, vahshiylarcha o'qqa tutildi. Zolim kofirlar bu vahshiy qatliami bilan Uyg'ur xalqining qalbida yolqinlayotgan bu o'tni o'chirmoqchi, ularning irodasini so'ndirmoqchi bo'lishdi. Ammo kofirlarning hiylesini yo'qqa chiqarg'uvchi Rabbimiz xalqimizning qalbidagi irodani kun siri kuchaytdi. Dushmanga bo'lgan nafrat, qarshilik ulg'aydi. Qonliq g'ulji qatliamidan keyinmi vatanimizning har taraflarida Xitoyga qarshi harakatlar to'xtamay davom qildi va dal 12 yildan keyin bu qatim Urumchida portildi. 5-iyul Urumchi qatliami deb tarixga yozilgan bu voqea bilan dunyo Uyg'urni yana bir qatim to'nidi. Zulm so'ngiga yetgan Uyg'ur xalqi Xitoy mal'unlari tarafidan majburiy holda atalmış 5-chi emgak kuchi deb Guangdongga elib ketilgan va ig'ir ishlamchilik silingan, buni oz deb kechisi yotoqlariga bostirib kirilib vahshiylarcha o'ldirilgan begunoh qarindoshlarining da'vosi uchun maydonlarga to'kilib, jinoyatchilarni jazolab berishni talab qilishdi. Ammo vahshiylikda uchiga chiqqan razil Xitoylar ularni xohlagancha o'qqa tutib, qirg'in qildi, tutqun qildi, xo'rladi va necha o'n minglagan qarindoshlarimizni untinsiz yo'q qilibdi. Qarang xalqimizdagi shijoatni, botirlikni, qiyri yosh o'g'il qiz hammaylan tuluq qurollangan vahshiy zolimlarning oldida mardonalarcha nido qildi. Bu ahvolni ko'rgan Xitoylar yillardan buyon davom qildirib kelayotgan qattiq bostirishlarining bu xalqni tez buktirolmaganligini ko'rib, o'zlari cho'chib ketishdi. Nihoyat ko'zlari qonga bo'yalgan dushman bu haqqoniyat sadosini yana qonliq bostirgan bo'ldi. Lekin xalqimizning mujodalasi bir kunmi to'xtab qolmadi. Dushman bir kunmi rohat uxlagani yo'q. Balki ularning qabohatlik, qori bosgan tushlaridimi shahidlarining hayvisidan qo'rqib, jo'ylib o'yg'ansi kerak. Urumchi qatliamidan ta bugungacha vatanimizning har qaysi shahar nohiyalarida zo'ravon hokimiyatning nohaqchilik va zo'migarliklariga qarshi o'zlarining haq, huquq, izzat, obro'yini, diniy e'tiqodini va oila farzandlarini qo'g'dash yo'lida yuz bergan yuzlagan cho'ng kichik voqealarda minglagan qarindoshlarimiz shahidlik sharbatini ichdi. Shundoq ularning badallaridan oqqan har bir tomchi qon orqadagilarga qo'rqinch emas, balki jasorat qoldirib ketdi. Ularning qonlaridan purg'an puroqlar haqiqiy jannat ishtiyoqida yong'onlarni chaqirib ketdi. Ularning chaqiriqlari orqadan keladiganlar uchun haqiqiy g'alaba va zafarning xush bishorati bo'ldi. Ularning qonlari hatto ig'ir uyquda yotgan sanoqsiz insonni g'aflat uyqusidan turtib uyg'otdi. Mana qarang, ularning haq yo'lida to'kkan qonlari vatanga barakat, avlodlarga madad, ajdodlarga sharaf berdi. Dushmanning zulmi oshgan sari, munofiqlarning soni ko'paygan sari, qiyin qistoq zulm va o'ltirish avj olgan sari dushmanga eng ajallik zarba berib, o'zlarini eng kuchli sanagan dushmannimi qandoq qilishini bilolmas qilib gangirtib qo'yishga sabab bo'lgani dal ashu shahidlarimizning shijoati va qahramonligi. Shundaqla shahidlarimizning to'kilgan qonlarining barakati. G'ulji qatliami
xalqni ozodlik va hurlikka chaqirdi. Sharq Turkiston xalqining qulluqqa, zulmga bosh egmaydiganligini dunyoga ko'rsatdi. Xitoyning 62 yildan buyon Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish siyosatlarini yo'qqa chiqardi. Ya'ni Xitoyning Uyg'ur xalqini tubdan assimilyatsiya qilish, yo'q qilish siyosatining mag'lubiyatga uchraganligining bishoratini ko'rsatdi. G'ulji qatliami, Urumchi qirg'inchiligiga o'xshashla dunyoga Uyg'ur xalqining texi mavjud ekanligini, Xitoyning ishg'oliyatini hech qachon qabul qilmaydiganligini, hur mustaqil davlat qurish irodasining teximi ishiyotganligini, dunyodagi mustaqil davlatlar qatoridan o'rin olishdan iborat milliy irodasi uchun hamma narsadan, hatto aziz jinidan voz kechalaydigan ruhning mavjudligini dunyoga ko'rsatdi. Zolim kofirlarga bosh egmay qilgan g'azotlarimiz muborak bo'lsin. Haq da'vo yo'lida issiq qinini to'kib, aziz jonlarini fido qilib shahid bo'lgan qahramon o'g'il qizlarimizning yotgan yeri jannat bo'lsin. Ularning qinidan qizargan hurlik shafaq mangulik sabrimizning xabarchisi bo'lsin.